Microsoft Word'ga diagram kıstırış. Biz Word'da bazı dokument hüccetlerini tayyorlagan vaqtida buningkiga son siferlik diagrammalarni kıstırışga to'g'ri keldi. Bo'libmi shirkatlarda yoki idoralarda son siferlik ba'zi mazmunlarni ko'rsatgan vaqtda diagramma qistirsak, bu son siferlarni tushunish texmo osonga to'xtaydi. Hem de bu diagram kısturuşta biz alaylı başka yumuşak detallarını işletişimizden hacet yok. Yani başka da sizi bilip ekemesek mi oldu? Word'un üzerinde her xil diagrammalarını kısturuş iktidarı təminlənген. Bu diagrammalarını paylansak, nəhayət asalla sansipirlərimizni bir xil diagram şəkildə kirgizələyimiz. Bu dərsimizi söz edilen məzmunlar diagramı kısturuş, diagram üçün çuqum sansipir lazım. Bu sansipir qimmatlarni berish, qistirulgan diagramını har xil uslublar bilan tahrirlash. Biz diagramni qistirish uchun yangidan bir batachalayli yo'nalishni o'g'irladik. Diagramni qistirish uchun yana qistirish tizimligini ochamiz. Buning ichidan diagramma yoki grafik tizimligini tanlaymiz. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu yerda har xil diagrammalar bor. Masalan, to'ruk shakllik diagramma, siziqlik diagramma, chambar shakllik diagramma yoki baldoq shakllik diagramma degan o'xshash yana har xil diagramma turlari bor. Biz buning ichida masalan to'ruk shakllik diagrammani tanlaylik. Buni tanlagandan keyin buning ichida bir qancha xil diagramma shakllari bor. Biz bunun içinden ma'lum bir turini tanlab ma'qul knopkasini bassak, bu yerga diagramma qistirildi. Endi bu diagrammani ko'rish uchun bu yerda cho'qim bizga sansipir lazım. Bu sansipirni biz bu yerdan kirgizib bersak bo'ldi. Mesela biz bu yerden bir qancha turni o'chirib o'taylik. Bu yerning ismini o'zgartiraylik. Ya'ni bu yerda 4 fasl olsun, bir do'konninki 4 fasldagi kirimini diagramini göstereylik. Mesela birinci fasl bahar fasli, ikinci fasl yaz fasli, üçüncü fasl kuz fasli, dördüncü fasl kış fasli. Mesela bahar faslida 150 ming yuan kirim bo'lsin. Yoz faslida 120 ming yuan kirim bo'lsin. Kuz faslida 180 ming yuan kirim bo'lsin. Qish faslida savdo azroq bo'ldi. Bu vaqtda 80 ming yuan kirim bo'lsin. Yani biz bu qimmatlarni kirgizib bo'ldik. Endi biz bu ramkani taqib olsak bo'ldi. Yani biz bir diagramma sızib oldik. Bu diagramımızda 4 fasldagi bir do'konninki kirimini gavlandik. Yani buningki timisini Talla bazarimizning
Fasillik kirimleri deb yazaylı. Bunun kontrol anı besi bunun hemen dallı oldu. Xat nusxasını Uygurca bir xat nusxası tanışaylı. Demek bizninki grafikimiz kıstırıldı. Hem de bununki nispeten yani bazı tanlaşlarını elip baralayımız. Mesela bu tekstninki xat nusxası diyen okşaş. Onundan başka biz bu grafikni qo'sh çekip tanlagandan keyin bu grafikka nispeten bazı tanlashlarni elib boralaymiz. Yani bu tayyor uslublardan foydalanib bunun shaklini har xil o'zgartiramiz. Masalan, dastlabki holatda bu grafikda kirim yan taraf tutilgan. Hamda biz bunu bu xil shaklga kelsak, törükninki üstüde bunun kıymeti köründü. Yoki boshqa turlarni tanlasak, shu xil shaklga kirgizamiz. Masalan, buningga o'xshash. Yoki texnik ko'p shakllarga kirgizib tanlab bersak bo'ladi. Ondan başqa bunun rəngini hər xil rənglərə tanışıb bəgildi. Yəni nəhayət asanla biz grafikimizni özgərtələyimiz. Əmdə biz grafikni sızğandan keyin bunu başqa xil şəkildə kirgizməkçi olsaq, grafik tipini özgərtiş deganni tanlasaq bo'ladi. Yəni bu yerdən yumaloq tipni tanlaylı. Tanlagandan keyin bunun için yana bir qancha tarmoq turlarini tanlashga bo'ladi. Masalan, bu xil 3D shaklni tanladik, ma'qul knopkasini bosdik. Bizningki asli bergan qiymatlarimizga asosan bu grafik o'zi avtomatik hosil bo'ldi. Biz bunu tanlab olgandan keyin yana buningki har xil uslublarni bu yerdan tanlab beramiz. Masalan, bizning yillik kirimimizningki umumiy har bir fasldagisi umumiy yillik kirimimizning ichida qanchlikni egalladi deganni bu xil shaklda o'zi avtomatik hisoblab chiqarib berdi. Ya'ni biz burun kirgizgan qiymatga asosan. Ya'ni bahor fasldagisi 28%, yoz fasldagisi 23%, kuz fasldagisi 34%, qish fasldagisi 15% egallaydi ekan. Yani bunu xalqan şekilde nəhayət asanlam özgərtələyimiz. Yani bu Word'a grafik qısturuşun usulü. Hem de bunu qısturub bolğandan keyin, yani məlumatlarını özgərtib bolğandan keyin, yani qayta təhrirləşkiyə toğru keladigan işlər var. Mesela məlumatnınki qiymat xatolab qoldi deganga o'xshash. Bu vaqtda biz bu yerda ma'lumotni tahrirlashni tanlasak, burunqi jadvalimiz yana qayta paydo bo'ldi. Bu vaqtda biz bu yerdagi qiymatlarni yana xohlagancha o'zgartirib bersak bo'ldi. Masalan, qish faslidagisini 100 ming o'zgartaylik. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu grafikimizda qish faslidagi yana o'zgardi. Yana umumiy persentlar o'zgardi. Hamda biz bunun her xil grafik şeklini ko'rish uchun buni chambar shaklli grafik o'zgartgan. Lekin biz buni Wordga qistirishimizga bizningki dokladimizga mos kelmagan bo'lsa, yana buning tipini qayta o'zgartsak bo'ladi. Yani bu turni tanlayli. Ma'qul. Yani bu o'zgardi. Word'dan grafik qistirish va tahrirlash mashg'uloti mush yerda tugadi.